Bugun aholini uzluksiz tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Ayniqsa bu borada Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilib, 2025-2026 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Bu esa o'z navbatida aholini uzluksiz zangori olov bilan ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Hozirgi lavhamizda ayni shu xususda so'z boradi. Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan ayni kunlarda viloyatimizning barcha hududlarida tabiiy gaz tarmoqlarini yaxshilash, eskirgan quvurlarni yangisiga almashtirish va qayta ta'mirlash ishlari olib borilib, 2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Xususan, Pastarg'om tumanidagi Po'latchi mahallasida ham yuqori bosimli yer osti gaz quvurining 750 metri yaroqsiz holga kelib qolganligi sababli yangisiga almashtirilmoqda. Shuningdek, Pastarg'om tuman gaz ta'minoti bo'limi xodimlari tumanning Furqat mahallasida keng ko'lamdagi ta'mirlash, eski gaz quvurlarini yangisiga almashtirish va tabiiy gaz ta'minotini yaxshilash borasida tizimli ishlarni olib bormoqda. Bundan tashqari, tumanning Sharof Rashidov mahallasidagi 900 metr gaz quvurlari yangilanmoqda. Ma'lumot uchun, viloyatda jami 24,7 kilometr gaz quvurlarini rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan bo'lib, ayni paytda Narpay tumani Nog'orxona mahallasida 300 metr, Payariq tumani Go'zal mahallasida 550 metr, Pastarg'om tumani Gumbaz mahallasida 1,2 kilometr, Po'latchi mahallasida 550 metr, Chortut mahallasida 500 metr, Bulung'ur tumani Yangariq mahallasida 350 metr gaz quvurlarida qurilish-montaj ishlari to'liq yakunlangan. 2025-2026 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida Samarqand viloyatida gaz ta'minot tizimida 24 kilometrdan ziyodroq gaz quvurlarini rekonstruksiya va mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan. Ushbu gaz quvurlari uzoq yillar davomida foydalanishda bo'lganligi sababli hozirgi kunda rekonstruksiya qilishga talab bo'lgani uchun almashtirilmoqda bugungi kunda. Ushbu ishlar natijasida shu gaz sizib chiqish holatlarining oldi olinadi. Aholi xonadonlarining gaz ta'minotini barqaror yetib borishi ta'minlanadi. Yil yakuniga qadar bundan tashqari Samarqand tumani uchun diametri 270 lik yangi 3 kilometr gaz tarmog'i tortiladi. Hozir qurilish jarayoni ketmoqda. 2,5 kilometrdan ortiqroq qismi bajarildi bugungi kunda. Payariq tumanining Xo'ja Ismoil shaharchasi uchun 960 ta xonadon uchun diametri 57 mm 28 kilometrga yaqin gaz quvurlari qurilish-montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Joriy yilning sentyabr oyigacha qurilish-montaj ishlarini yakunlab foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Aholiga qulaylik yaratishda Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan bugungi kunda suyultirilgan gaz ta'minotini yaxshilash borasida ham bir qancha amaliy ishlar olib borilmoqda. Joriy yilning fevral oyida o'z faoliyatini boshlagan Robot Gaz Servis mas'uliyat cheklangan jamiyatiga qarashli gaz to'ldirish shoxobchasining ishga tushirilishi ham tuman aholisi uchun ayni muddao bo'ldi. Bugungi kunda mazkur shoxobcha shartnoma outsourcing asosida xizmat ko'rsatib kelyapti va bir oyda 600 dan ortiq xonadonga 120 tonna suyultirilgan gaz yetkazib bermoqda. Bir so'z bilan aytganda, Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan olib borilayotgan amaliy ishlar aholini bugunidan rozi bo'lib, baxtli va farovon yashashini ta'minlashga xizmat qilmoqda.